Soatiga 500 kilo don maydalaydigan super gidravlikamizning ikki shoxligida 50 kilo granulani hozir maydalashni ko'ramiz. Ana boshladik. 3 kilovat nisbatan. Granullar maydalab bo'ldi. Ozgina qoldi. Uni holatda maydalab tashladi mana granullarni. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, aloqa qilib qolasizlar. Mustang korxonasi barcha viloyat va shahar markazlarida dastavkalarni tekin qilib berasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.